Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat aka. Ahmad 3 oy bo'lib ketdi, qarzingni olib chiqib bo'ldi tez. Men beganamanmi senga? Yo'q. O'rtog'ingman, to'g'rimi? Ha? Hol ahvol so'ra, salomatmisan de, ishlaring bo'yaptimi degan. Bor yo'qol, qachon muomala qilishni o'rganasan, o'shanda gaplashaman sen bilan. Voy, tavba qildim. Jinni bo'lib ketdimi bu? Ahmad, yaxshimisan og'ayni? Tuzumsan? Charchab qolmayapsanmi? Ishlar bilan? Bolalaring yaxshimi? Ana 3 oy oldin qarz oluvding, o'shani berib yuborishing o'rtoq, ja cho'zilib ketdi-da. Bolalaring deysan, bolalarim beganami senga? Yo'q. 4 ta non ko'tarib kelishingga arzimadimi og'ayni? Yo'q, ne unaqa deysan? Arziysan o'rtoq, undan ham ko'piga arziysan. Ha, ne qup-quruq yo'qsan? Bo'ldi, kirib tur. Xos kelaman. Ha, shunday bo'lsin. Ahmad, yaxshimisan? Yaxshi, Tuzumsan? Charchab qolmayapsanmi? Ishlar bilan bolalaring yaxshimi? O'rtoq, men ham jiyanlarimga arzimasa ham olib kirasana. O'rtoq, anaqa 3 oy oldin qarz oluvding, esingda bo'lsa, cho'zilib ketdi. Shuni qilib bersang, iltimos. O'zimga ham jab pul zarur bo'lyapti. Oyim, senga beganamilar? Yo'q. Onam derding, to'g'rimi? Onam deyman. Duolarni olarding, to'g'rimi? Ha? O'shaning orqasidan ishlaring yaxshi bo'lib ketdi, to'g'rimi? Ha. Qo'ling ham yoqqa yetadi, mazalar yo'q. Doktor topib bersang bo'lmaydimi? Bo'ldi o'rtoq, kiraver. Xos kelaman. Xo'pmi? Qarang, yaxshi doktor bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Ahmadjon, yaxshimisan o'rtoq? Tuzumsan? Bor chiq. Yarim soat ichida 3 marta ko'rs. Bir ishingchisi paxta qo'yishni bilar ekansan, ha? Doktor nima bo'ldi? Ha, doktor gaplashdim. Chet elda ekan. Olib borib davolatish kerak ekan. Olib borasan-da. Olib borasan. Onamni olsani olib borasan-da. O'rtoq, 50 ming dollar ketarkan. Mana unaqa pulim yo'q. Endi nech pul ketadi? Bu seni probleming, og'ayni. Ahmad, kechdim shu qarzingdan. Og'ayni, menga boshqa pul tegmadi, telefon qilma, sog' bo'l. O'zi arzimagan 25 ming dollar qarzim bo'lsa, senga o'xshagan qurumsoq boylar ko'payib ketdi. He. Turqiy qursa. My pity and my pity and my pity. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.